Nimaga marvarid inson aralashuvisiz deyarli paydo bo'lmaydi? Bunda o'ylab qarasangiz, yovvoyi tabiatda marvarid hosil bo'lishi kamdan kam uchraydigan holat hisoblanadi. Ammo do'konlarda ularni futfulyonta nusxalari keling deb kutib oladi. Demak, bu yoqda bir gap bor. O'zi tegida marvarid hosil bo'lishi uchun ustritsaning ichiga qattiq jism kirishi kerak. Lekin bu juda kam sodir bo'ladigan holat. Agar tasodifan kirib ketmasa. Xullas, shu qattiq jismsiz, qimmatbaho marvarid dunyoga kelish jarayoni voshshi boshlanmaydi. Lekin xavotir olmang, biz aka hollarimiz ikir-chikirigacha o'ylab qo'yishgan. Fermer xo'jaliklarida bu jism ustritsaning ichida qo'lda majburiy, lekin eng muhimi addushi joylashtiriladi. Odatda bu kichik va qattiq jism yoki boshqa ustritsalar mansiyasini 5 minutga deb optirilgan kichik parchasi bo'ladi. Ustritsa organizmi buni xavf deb qabul qiladi va uni marvarid qatlamlari bilan o'rab, beharakat qilib qo'yadi. Yillar davomida qatlamlar piyoz kabi yig'iladi va biz marvarid deb ataydigan tuzilma shakllanadi. Shu sabab peshtaxtadagi deyarli har bir marvarid bu aniq inson aralashuvi natijasidir. Agar bu jarayondan insonning aralashuvini olib tashlaydigan bo'lsa, marvarid yana tabiat noyobligiga aylanadi. Video точно yoqqan, ko'nglim sezyapti. Like, payk u yoq bu yoqqa borasizlar. Rahmat.